Bu hovlini oldi fasadi, ya'ni ertaga parkovka qilasiz, boshqa ishlar qilasiz, огородик qilasiz va hokazo to'g'ri keladi. Mana bu yoqda hovlini целый hovli. Tak, bu yerda bemalol ikkita imorat qursa bo'ladi. Позволяет. Ikkita xonadon aka-ukalar birga yashasa bo'ladi. O'rtaroqdan ham ko'rsataman. Qayerda joylashgan deysizlar? Mirzo Ulug'bekda joylashgan. Mirzo Ulug'bek shunaqa rayonki, toza havosi bor, tinch mahalla. Quyosh sho'rdan chiqadi, suv mana shu birinchi Mirzo Ulug'bekdan oqib kirib keladi Toshkentga va hokazo. Hovlini eni 19 metr, uzunligi 32 metr. Ikkita kottedj yonma-yon quraman degan odamga to'g'ri keladi, yoki bitta konkretniy katta uy quraman degan odamga to'g'ri keladi, yo bir qancha uylar qurib ijaraga beraman, sotaman, gospital qilaman, anaqa mehmonxona qilaman degan odamga ham to'g'ri keladi. Rosa zo'r proyekt, olgan odam maza qiladi. Xudo xolisa tinch mahalla, toza havosi bo'ladi va undan tashqari sentrga yetib borishi ancha nisbatan yaxshi, yaqin. Ko'ringlar, kimning proyekti bor o'zini, o'shanga to'g'ri keladi, sotib olsa bo'ladi.